Bugun sizlar bilan Buxoro shahridagi tayyor kottej hamda uchastkalar narx-navosini ko'rib chiqamiz. Videomiz boshida faqatgina bizning obunachilar uchun rassrochkaga berilayotgan Green Village tomonidan qurilgan 151 ta kottejdan atigi 6 donasi qolgan. Xohlasangiz kottejlarimiz mana shunaqa ko'rinishda fasadlarini qilib, eshik derazalarini qo'yib, darvozalarigacha o'rnatib, chiroyli holatda bruschatkalalargacha terib beradilar. Agar bu holati menga yoqmaydi, o'zim xohlaganday qilib olaman desalaringiz, tayyor mustahkam qilib qurib beradilar. Qolgan qo'shimcha ishlarni o'zlaringiz qilib olasizlar. Barcha kadastr hujjatlari joyida kottejlarimizni va asosiysi kirib yashash imkoniyatiga ega, chunki gaz, svet suvlari ulangan. Bu kottejlarimiz lokatsiyasini Telegram guruhimizda qoldirib o'tamiz. Betonkadagi kottejlar massivini orqa tomonda yoki tor mahallaga kirib kelganda o'sha sizlar biladigan kolxoz bozorining yonidagi chorrahadan atigi 2 kilometr masofada joylashgan bo'lib, ko'chalarni ham tez orada asfalt qilib beradilar. Yana qo'shimcha ma'lumotlarni aytib o'tadigan bo'lsam, 3 sotixga qurilyapti. Narxlarni o'zi oxirida aytib o'taman. Bitta keyinla proyektini ko'raylik. Bu yoqda yozgi oshxonalari, tashqarida alohida mehmonlar uchun hojatxona, ikkita chiroyli ziloniy zonalariga ega. Bu tomonda avtomashinalarni qo'yish uchun darvozasi ustida naveslari bilan birga bo'lib, navesning tayini ham plastiklarni qilib berar ekanlar. Agar hamma holatida, ya'ni full holatida olaman desalaringiz, ichiga kirib kelganda birinchi kattagina hol bo'ladi. Umumiy 4 ta adashmasam xonasi bor. Bu yoqda kirganda birinchi oshxonasi bo'ladi, ya'ni qishki oshxonasi bo'ladi bu yoqda. Bu tomonda panoramli ko'rinishdagi kattagina mehmonxonasi bo'ladi. Juda ham mustahkam qilib qilingan kottejlarimiz. Bu yoqda keyingi xonasi ichida o'zini sanuzul xonalari bilan birgalikda bo'ladi. Bu yoqda esa общий sanuzul xonamiz, ya'ni umumiy sanuzul xonasi mavjud. Bu yoqda bitta detskiy xona qilasizlar. Shu detskiy xonadan orqa hovliga chiqargan joylari bor. Kottejimizning o'zini orqa hovlilari ham mavjud va fundamentlari hammasi alohida bir-biriga mindirilgan emas, ya'ni mustahkam qilib qurilgan. Va so'nggisida bu yoqda oxirgi xonamiz joylashgan. Derazalar hammasi plast, yaxshi derazalardan o'rnatilgan. Endi esa kottejlarimiz narxiga to'xtaladigan bo'lsak, hujjatni joyida bo'lgan, kirib yashashga, mana remontlarini qilib kirib yashaysizlar o'zlaringiz. Shunaqa tayyor holatdagi kottejlarimizni agar xohlasalaringiz, fasad, eshik derazalarini o'zim qilaman, bruschatkalarini o'zim qilaman desalaringiz agar 630 millionga beramiz. Shundan 50% ni hozir to'lov qilsalaringiz agar, sirazi notarius orqali nomlaringizga rasmiylashtirib beramiz. Qolganini kam-kam bo'lib to'lashga, rassrochkaga hech qanaqa foizlarsiz to'lashlaringiz mumkin. 24 oy davomida, ya'ni 2 yilga bo'lib to'laysizlar. Agar shu holat sizlarga yoqayotgan bo'lsa, mana shu holatga keltirib beradilar. Ya'ni eshik deraza, bruschatka, rangi borlarini, tashqi ko'rinishlarini to'liq tayyor holatga keltirib beradilar. 780 million so'm bo'ladi. Uni ham yarmini, ya'ni 390 millionini berasizlar. Kirib maza qilib yashashni boshlaysizlar. Qolganini 24 oy davomida bo'lib bemalol to'lasalaringiz bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa agar egalarini, raqamlarini qoldirib o'tamiz. Sotuv bo'limlari bor, 100% ishonchli kottejlar, chunki kadastr hujjatlari chiqqan holatda bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Kundan kunga shahar kattalashyapti, rivojlanyapti, xabarlaringiz bor. Keladigan 5 yillik, 10 yillikda bu territoriyaning narxi kamida 1 ko'tarilishi kutilyapti. Bilasizlar, eng yaxshi investitsiya bu ko'chmas mulkka qilingan investitsiya. Shu uchun temirni qizig'ida bosib, shu kottejlarning sohibiga aylanib qolinglar. Shahar atrofidan ikkita bir xil tayyor kottejimiz sotuvga qo'yilyapti. Ko'chalari juda ham keng, asfalt qilingan holatda, yonda visokovoltni to'klar kelgan. Manzilimizni pastda lokatsiyasini qoldiramiz. Titanik zapravkadan ichkariga qarab 1 kilometr kirib kelganda 2-liniya Xonobod mahallasi, tashqarida o'rtada bitta ziloniy zonasi va alohida ikkita ziloniy zonalari bor. Ikkita qalin o'rtoqlar bo'lsa, aka-ukalar bo'lsa, o'zi narxi hamyon bo'lib, 3 xonali kvartiraning narxiga so'rashyapti. Greta 2 pachka ichiga ursalaringiz agar kirib yashaydigan tayyor holatda bo'ladi. Tashqarida o'zini kolodeslar ham chiqarib qo'yilgan. Xo'p, santexnika montajlari ham bo'lgan. Oyoq taglar to'liq stiyajga qilingan. Ichkarida bemalol ikkita yengil avtomashina sig'adi. Tepasini naves xohlasalaringiz, kelishsalaringiz qilib berishlari mumkin, o'zlaringiz qilsalaringiz bo'ladi. Bu yoqda esa ziloniy zonalari bor. Suvdan muammosi yo'q. Gaz, svet, suv zo'r ekan bu territoriyada. Buxoro tumanga qaraydi, lekin yaqin kelajakda Buxoro shaharga o'tkazishlari ham mumkin joyini, chunki shahar kundan kunga kengayib boryapti. Bu yoqda kirganda birinchi katta hol, umumiy kottejimizda 5 ta xona, 3 ta sanuzul hamda 2 ta katta hol bor. Xonalari juda ham katta. Menga qurilishini yoqqan tomoni birinchidan juda ham baquvvat qilib qurilgan. G'ishtlariga e'tibor berasizlar. Ikkinchidan visokopatolochniy hamda xonalari katta qilingan.
Bu yoqda o'zi oshxona uchun joy qoldirib ketgan ekanlar. Xohlasalaringiz oshxonani mana bu yoqdagi katta holga ko'chirsalar, zinantay bilan qilsalar agar, buni ham bitta xona sifatida foydalansalar bo'ladi. Bu yoqda общий sanuzul xonasi, bu yoqda juda ham katta yotoqxona, yotoqxonani ham ichida yana alohida katta sanuzul uchun joy qoldirib o'tilgan. Bu yoqda bo'lsa orqa hovlisida ham zilyon zona uchun joy qoldirib o'tilgan. Ustini yopib ayvon qilib olsalar ham bo'ladi kerak bo'lsa. Endi esa o'zi bitta ikkinchi qavatini ham ko'rsataman. Ikkovini ichki ko'rinishi, proyektlari, dizaynlari hammasi bir xilda qilingan. Ikkinchi qavatga ko'tarilish bilan yana bitta katta hol, anchagina katta. Sotig'iga e'tibor beringlar. Hujjatda 308 sotiq keltirilgan, lekin tashqi joylari bilan, qo'shimcha maydonlari bilan greta 5 sotiqga yetib qoladi. Shuni juda ham katta qismiga qurilish qilingan. Shu uchun xonalari hammasi katta tushgan. Tepadagi birinchi xonamiz, ichida bitta garderob, bitta sanuzul qilsalaringiz bo'ladi, chunki o'rtada mana bunaqa juda ham katta bo'sh joy qoldirib o'tilgan. Anchagina katta bu. Bu yoqda esa yana bitta xona bo'lyapti. Bu tomonda umumiy sanuzul. Bu yoqda esa yotoqxonaning ichida sanuzul. Sanuzulga kelganda adashibman. Qaranglar, 5 ta xona, 2 ta hol, 4 ta sanuzul bor ekan ichida. Kimga qiziq bo'lsa agar pastdagi raqamlarni qoldirib o'tamiz, bemalol o'zlariga aloqaga chiqaverasizlar. Pullaringizni yetmagan qismiga kvartira yoki mashina bersalaringiz ham kelishilgan holda hisoblab olishlari mumkin. Bemalol aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. Lokatsiyasini pastda qoldirib o'tyapmiz. Shaxsan meni o'zimni tufkusimga mos men o'ylayman narxiga arziydigan yaxshi narsa, barakasi uchun ozgina kelishtirib berishlari ham mumkin. Gulavoyda joylashgan, ko'chalari asfalt qilingan, Obod mahalladan bitta zo'roz hovli ko'rsatib o'taman. Chorrahada joylashgan. Bu yog'imiz ham yo'l, bu tomoni ham yo'l. Xo'p, bu yog'i yo'l va asosiy shu yo'limiz bitta narsaga e'tibor berasizlar. Oldinda Sharq birni domlari turgan joyimiz Monika Chorrahaga yaqin. Bu tomoni mana shu mashinalar o'tib qaytayotgan yo'limizni bir tomoni Monika Chorraha bo'lsa, ikkinchi tomoni Sharq bir bozorcha, ya'ni Al-Maktumdan kelaverishda joylashgan. Asosiy yo'ldan shu 100 metr kirib kelasizlar. Uglavoydagi hovlimiz, darvozadan ichki qismi 4 sotiqni, tashqaridagi yer maydonlari, bo'sh joylari bilan 5 sotiqni tashkil etadi. Ya'ni hujjatda 4 sotiq keltirilgan, lekin mana bu chiroyli огородlar bilan 5 sotiq bo'ladi hovlimiz. Gaz, svet, suvdan muammolari yo'q. Hozirgi kunda ham bemalol yashash sharoitlariga ega, faqat bitta chiroyli ta'mirlab olsalaringiz bo'ladi. Yaxshi holatdagi xonalari ham mavjud. Darvozaxonamizga yengil avtomashina bemalol sig'adi. Bu yoqda kiraversa bitta kichkina xonacha qilib qo'yilgan ekan, derazalik, detskiy xona qilib qo'ysalaringiz bo'ladi bemalol bu xonamizni. Xo'p, yonida oshxona joylashgan. Oshxonaning ichida hamma sharoitlari qilib qo'yilgan. O'tirib choy ichadigan joylari ham bor. Bu yerda mehmonxonasi bo'ladi. Bu yoqda yana 3 ta xonasi bor. Shu 3 ta xonadan bittasi koridor, ikkitasi alohida xona ko'rinishida. Ichkariga kirganda mana shunaqa holatda. Bu yoqda ichida o'zini yotoqxonalar bor. Shu xonalarimizni bitta rekonstruksiya qilib olish kerak ekan. Atak bu yoqda ham ichkarida yana bitta xuddi shunaqa xonasi mavjud. Hovli qismiga qaytib chiqdik. Mana bu yoqda bitta mehmonxona joylashgan. Bu 3-xonasi bo'ladi. O'rtada ham yana hovlimizda unumdor yer maydonlari bor. Mana bu yoqda yozgi oshxona qilish uchun joy qoldirib o'tilgan. Gazning turbasi kelgan va gaz plitalar o'rnatib qo'yilgan. Bu yerda gaz plita, gazning turbalari. Mana bu yoqda yana bitta xona uchun joy qoldirib o'tilgan ekan. Derazalari bor. Hozirgi kunda kladovka o'rnida foydalanyapmiz dedilar. Xo'p, bu yoqda yerni ichiga bitta narsaga e'tibor berasizlar. Bu miyata bor-ku, nano deydimi, nima deydi, mana shu guldan hamma yoqda ekilgan ekan. Ya'ni hidiga gap bo'lish mumkin emas, maza qilasizlar. Xo'p, bu yoqda tashqi общий sanuzul xonalari. Hozir oxirida yana bitta yotoqxonasini ichidagi sanuzullari bilan birga ko'rsatib o'tamiz. Chiroyli holatda kafil qilib qo'yilgan yuvinish xonasi va yonida alohida bo'lgan hojatxonasi. Endi esa so'nggi ichida yotoqxonasi bor, ichida sanuzuli bor yotoqxonamizni to'yib ko'rsatib o'tamiz. Katyolxona bu yoqda, koridor. Bu yoqda sanuzul xonasi, yuvinishga sharoitlar qilingan. Suv iskichlari, unitazlari bor. Bu yoqda esa o'zini yotoqxonasi tashkil etib qo'yilgan. Mana shu hovlimiz sotuvga qo'yilyapti. Kimga qiziq bo'lsa, agar egasini raqamlarni qoldirib o'tamiz. ko'chasiga e'tibor beringlar. Ikki tomoniga ham chiroyli qilib archalar ekib qo'yilgan ekan, asfalt qilingan Obod mahalla. Bu yoqda qo'shnilarning xonadonlariga bitta baho berasizlar o'zlaringiz. Shunaqa joydan, darvozadan ichki qismi hujjatda 4 sotiqdan oshadigan va tashqaridagi mana bu 80 kvadratli splashnoy joy bilan deyarli 5 sotiqli
tayyor uchastkamiz sotuvga qo'yilyapti. Oldidan mana bunaqa огородlar qilib archalar ekib qo'yilgan, suvlar chiqarib qo'yilgan ekan oldi tomoniga ham. Derazalar yaxshi, zo'r derazalardan o'rnatib, ustiga shotka qilgan ekanlar. Derazaxonamizga kirishimiz bilan bemalol katta avtomashina sig'adi. Bu yerda hojatxonasi qilib qo'yilgan. Derazaxonamizda rakvina oynalari bilan, bu yerda bo'lsa yuvinish xonasi, ichida kotyollar bilan, devorlarda yangi zamonaviy plitkalardan tergan ekanlar. Batareyalar o'rnatilgan. Bu yerda maxsus smesitelari, pastda suv ketadigan joylari hammasi qilib qo'yilgan, tayyor holatda. Bir komplekt uyimiz bu. Bu bir komplektning ichida 5 ta xona mavjud. Kirganda 4 da juda ham katta mehmonxonasi. Mana shunaqa ko'rinishga ega, visokopotolochni asvejit qilingan, batareyalar qilib qo'yilgan kattagina mehmonxona. Bu yoqda esa bo'ladi hovlimizni ikkinchi xonasi. Mana bu yoqda 3-xonamiz. Hamma xonasi alohida ekan. Bu yoqda 4-xonasi bo'lyapti. Va bu yoqda koridor joy qoldirilgan. Xohlasangiz mana derazani olib tashlab, eshik ochib, hovliga chiqadigan yana bitta xod qilib qo'ysalaringiz bo'ladi. O'zi koridor, kladovka o'rnida foydalansalaringiz ham bo'ladi. Va oxirida mana shu 5-xona. Endi esa derazaxonamizga qaytamiz. Derazaxonamizga chiqdik. Mana bu yoqda oyoq tayini to'liq mana shu qismini to'pilib qo'ygan ekanlar, как terrasaday foydalansalaringiz bo'ladi. Panoramli shishalar qilib qo'yilgan, stol stullar tashkil etib qo'yilgan. Oshxonamizda chiroyli kuxonniy garniturlarimiz, bu yoqda gaz plita, vitishka, kuxonniy garniturlar, moyka, hamma sharoitlarda qilib qo'yilgan. Xo'p, hovlini o'ziga chiqadigan bo'lsak, oyoq tagiga to'liq bruschatka terilgan. Hovlimiz ichida 5-6 ta atrofida mevali bir qancha daraxtlar bor ekan, o'zi gullagan. Qaranglar, bahorda qanaqa chiroyli holatda bo'ladi hovlimiz. Pastki hovlimizda ham beda ko'rpa o't ekilgan ekan. Bu yoqda yana bitta ayvon qismi. Bu yoqdan ham bitta terrasa qilib foydalansalaringiz bo'ladi bemalol. Kerak bo'lsa mana bu shishani ochib turib, buni ham qolganini oldi tomonini shisha qilsangiz, bitta mehmonxona o'rnida foydalansalaringiz bo'ladi. Xo'p, joylashgan joyi Obilgayni orqa tomondagi mahallada, uchastkalar massivida pastda lokatsiyasini qoldiramiz. Endi esa qani bitta o'z podvalni ko'ramiz. Hovlimizni podval qismiga tushyapmiz. Kotyollar o'rnatib qo'yilgan, gazlari kelgan, zo'r ishlaydi kotyol dedilar. Xo'p, bu yoqda podvalimizni pastida bitta ko'rsalaringiz bo'ladi. Visokopotolochni balandligi 2,5 metrdan oshadi. Shunaqa ko'rinishga monolit. Podvalda ham juda ham ko'p narsalarni saramjon sarashda saqlasalaringiz bo'ladi. Hozirgi kunda egalarning jihozlari ko'plik uchun shunaqa ko'rinishga kelib qolgan. Mana bu ikkinchi ichki xonasini, devorlarini mana shu ko'rib turganlaringizdek mana shunaqa holatda izolyatsiya qilib chiqqan ekanlar. Mana shu joyimiz sotuvga qo'yilyapti. Video boshida lokatsiyalardan sizlarga ma'qul bo'ldi, tushunarli bo'ldi. Tayyor uchastka hovli sotilyapti. 2 qavatli uchastkani vobshe hamyon bo'lib narxga topib qo'ydim men sizlarga. Egalar 70 deb turgan joylardan skidka qilib, chiroyli qilib qo'ydik. Uchastkamizning qurilishi 100 metr kvadratga bo'lgan, fasad qismi 12,5 metrni tashkil etadi. Uzunasiga 8 metrga qilib qurilgan. Birinchi qavatda bitta katta hol, razdelli sanuzul xonalari, oshxonalari, bu yerda bitta yashasa bo'ladigan xonasi bor. Tepada esa to'liq 100 kvadratli plashatka turibdi. Xohlaganlaringizdek qilib taxlaysizlar. Undan usti tepasi shifr bo'lgan, hujjatda 2,1 sotiq ko'rsatilgan. Mana bu oldidagi joylari bilan umumiy 3 sotiqdan oshadi uchastka. Greta yana 15 ming 20 ming sotsalar, yana orqa tomoniga ham bitta 2 qavatli qilib qurilsa bo'ladigan joylarga fundamentlari qilib qo'yilgan. Kelib ko'rib ustida aytib eshitsalaringiz bo'ladi. Joylashgan joyi shahrimizning yuragi. Bu tomonda Shayxullolar masjidi, ko'chalar asfalt qilingan, yonida ham to'liq uchastkalar massivi hamma yo'q. Bu yoqda esa yangi qurilayotgan Imron Buildingni domlari, Mel kombinat, eski Miyasa kombinatning yonginasi Buxoro Cityga yaqin joyda joylashgan. Shaharning yuragidan, Cityning yonidan hovli yoki uchastka olib maza qilib yashayman degan tanishlaringiz bo'lsa, ulashib qo'yinglar. Narxi haqiqatdan arziydigan. Yangi To'qimachi bozordan o'tgandan keyin Moshin bozoriga ketadigan yo'lda yangi domla qurilyapti. Yo'ldan atigi 100 metr shunday kirib kelganda, yo'lning orqasidan ikkinchi xonadon, fasad qismi 20 ga, uzunasi 20, ikkita darvozalar qilib qo'yilgan, tayyor holatdagi kottejday qilib qurilgan ushbu uchastkamiz sotuvga qo'yilyapti. Ko'chalari tez orada asfalt bo'ladi, lekin asosiy yo'l asfaltdan atigi 100 metr masofada joylashgan. Bu birinchi asosiy katta darvozamiz bo'lsa, yonida yana bitta darvozaxonasi bor. Oldinda zilonni zona archazor qilishga mo'ljallab joylar qoldirib o'tilgan.
ichkarida remontlari tayyor holatda. Sizlarga birinchi darvozaxonamizni ko'rsatib o'tamiz. Buni ichidan o'zi xonalarga o'tadigan joy bo'lgan, o'zlari yopib qo'yganlar. Mana bu yerda bitta xonaga, bu yerda keyingi xonaga o'tsa bo'ladigan joylari qilib qo'yilgan bo'lgan. Xohlasalaringiz bu yerni yopib zal qilib yuborasizlar. Ichki eshiklarni qaytib ochasizlar. Xohlasalaringiz bu ham garajda sizlarga turaveradi. Bu qurilishimizda esa umumiy 5 ta xonasi tayyor. Agar buni ham xona qilsalar 6 ta bo'ladi. Hozir ichkariga kirib videoni davom ettiramiz. Darvozaxonadan kirishimiz bilan uzun yo'lak, 4 stiyashka qilingan, ustini ayvon qilib yopsalaringiz ham bo'ladi. Bu yerda mehmonxonaga kiradigan qismi. Hovlimizning o'rtasida ham juda ham katta yer qoldirib o'tilgan. Gaz, svet, suvlardan muammosi yo'q. Hujjatlari hammasi joyida, turar qilib taxlangan hujjatlari. Oldida mana bunaqa balkonchiklar qilib qo'yilgan. Atrofini shotka qilib yopib bo'lsalaringiz bo'ladi. Remontlari tayyor holatda yashashga. Xo'p, bu yerda tashqi kotolxonasi, bu yerda tashqaridan sanuzel uchun joy qoldirib o'tilgan. Ichkarida yana ikkita sanuzel uchun joy qoldirilgan. Bu kirganda oshxona bo'ladi. Xohlasalaringiz перегородка olib oshxonani alohida qilib qo'ysalaringiz bo'ladi. Gazlari kelgan. Bu yerda birinchi xonasi, mana shu yerdan bitta hozir birinchi darvozaxonamizdan ko'rsatganimiz joyi tushgan. Mana bu yerda yana bitta o'sha eshik ochsa bo'ladigan joylari bor. Mana bu yerda zinani tagida katta joy qoldirib o'tilgan. Mana shu yerni sanuzel qilsalaringiz bo'ladi. Bu yerda esa o'sha tashqaridan kirsa bo'ladi degan katta birinchi mehmonxonamiz. Pastda o'sha ikkita xona bo'ldi mehmonxona bilan. Oyoqdagilar taxtadan zina qilingan, yaxshi sifatli qilib. Katyollarni, batareyalar o'rnatib qo'yilgan. Mana bu yerdan o'sha o'zi ko'rsatgan tashqi balkonimizga chiqsa bo'ladigan eshik. Tepada hol. Bu yerda tepadagi keyingi xonamiz 3-xona bo'lyapti. Bu yerda 4-xonasi. Как детскийda foydalanasizlar. Va so'ngida 5-xonasi, bu ham katta mehmonxona sifatida foydalansa bo'ladigan xona. Va tepada sanuzel uchun joy qoldirib o'tilgan. Deyarli tayyor holatda, devorlari tayyor, vannalari, rakvinalari o'rnatilgan, suv isitgichlar qo'yilgan. Bitta unitas qo'ysalaringiz bo'ldi. Mana shu uchastkamiz sotuvga qo'yilyapti. Pastda aniq lokatsiyasini qoldirib o'tamiz. Egasini raqamlari bo'ladi. Hozirgi kundagi bozordagi narx-navoga nisbatan anchagina hamyonbop narxda. 2 qavatli 4 sotixli kottejlar massivida turibmiz o'zi ayni damda. Ko'chalari asfalt qilingan, obod mahalla. Oldida yer agarodlari bor. 4 sotixli o'zini kottejni maydonidan tashqari qo'shimchasiga bonusiga yana 2 sotixli mana bu unumdor yer agarodlari bor ekan. Ko'rpa-o'tlar ekib qo'yilgan, archalari ekilgan, mevali daraxtlar ham ekilgan holatda turibdi. Ayni damda turgan joyimiz Jondor stoyankadan Chorbakirga qarab ketaverishda yo'lning yoqasidan 2-liniya, 1-liniyada esa yo'lning yoqasidan mana ko'rib turganlaringizdek do'konlar qilib qo'yilgan. Gaz, svet, suvdan muammolar yo'q. Ichkariga kirib kelganda bu yerda kottejimizning o'zini binosi, darvozaxonasi, bemalol yengil avtomashinani qo'yaverasizlar. Bu tomonda esa anchagina unumdor yer agarodlari bor. Gaz, svet, suvdan muammolar yo'q aytib o'tganday. Bu yerda oldida alohida o'zini balkonlari ham bor, kesalaringiz ko'rasizlar. Bu tomonda tashqi hojatxonalari qilingan. Xo'p, ichki qismiga to'xtalamiz. Ichkariga eshikdan kirib kelishimiz bilan kattagina hovli qismini kutib oladi. 2-qavatga chiqadigan zinalari, 2-qavatda 3 ta xonasi, zinaning tagida kladovkasi. Bu yerda esa mehmonxonasi ichida jihozlari bilan birgalikda qilingan, tepalariga o't stikloda chiroyli ishlovlar berilgan, devorlari aboy qilingan holatda. Egalar o'zlari uchun qayta ta'mirlaganlar. Balkonga oshxona orqali chiqiladigan eshigi, o'tirib choy ichadigan zonasi, suv isitgich, dvухконтурный kotyol, bu yerda pishir-tushir qilishga mo'ljallangan zonalari qilib qo'yilgan. Davom etamiz. Bu yerda pastda o'zini razdelniy sanuzel xonalari bo'ladi. Yuvinish xonasi, devorlari to'liq kafil qilingan holatda. Bu yerda esa alohida rakvina hamda hojatxonalari tashkil etilgan. Endi tezda 2-qavatni ko'ramiz sizlar bilan birgalikda. Egasini raqamlarini, lokatsiyasini hammasini qoldirib o'tamiz. YouTubedan ko'rayotganlar bo'lsa agar Telegram guruhimizdan o'tib lokatsiyalarini ham olsalaringiz bo'ladi. Bu yerda esa kvartiramizni 2-xonasi bo'lyapti. Tepalariga chiroyli gipsokartonda ishlovlar berilgan, aboylar qilingan, spalniy garniturlari bor. Jihozlari kelishilgan holda. Bu yerda kvartiramizni 3-xonasi bo'ladi. To есть kottejimizni kvartira deb o'rganib qolgan tilim. Bu yerda esa kottejimizning so'nggi 4-xonasi joylashgan. Kimga qiziq bo'lsa agar bemalol aloqaga chiqib, kelib ko'rib mana shu chiroyli kottejimizning sohibiga aylansalaringiz bo'ladi. Buradagi Namirxan restoranining orqa tomonida joylashgan ko'chamizdan bitta old sotuvli, tayyor 2 qavatli hovlimiz sotuvga qo'yilyapti. Bemalol 3 ta xo'jalik yashasalaringiz bo'ladi. Ko'chamiz to'liq asfalt qilingan. Hovlimiz old tomonda bemalol 2 ta yengil avtomashina sig'adigan joy va bu tomonda yashil hududlar ham qilib qo'yilgan.
umumiy old-sotuqqa qurilgan 8 ta xona, 2 ta oshxona va 3 ta sanuzel xonasidan tashkil topgan. Bu yerda anchagina katta darvozaxonamiz. O'ng tomonda esa birinchi mehmonxona. Mehmonxonamiz anchagina katta, keng va yorug'. Ma'lum bir mablag' uchun yetmagan qismiga kredit qilib ham bo'ladi, chunki ancha oldin qurilgan hovlimiz. Bu yerda birinchi qavatdagi oshxona qismimiz. Va men sizlarga hozir ichkari hovlini ko'rsataman, keyin ichkari xonalarni ko'rsatib o'taman. Ichkari hovlimizga chiqishimiz bilan bu tomonda yerto'la qilib qo'yganlar. Bu yerda kotel, gaz o'tgan, svet o'tgan, suv o'tgan, hamma hujjatlar joyida hovlimizda. Ko'rib turibsizlar. Ideal holatda o'rtada yashil hudud qurish uchun joylar tashlab ketganlar va bu tomondan ham ko'cha o'tgan. Xohlasalar agar 2 ga bo'lib, bu yerdan yana qurilish qilib, 2 ta uchastka bo'lib xarid qilsalar ham bo'ladi. Pastda akamiz nomerlari bor. Mana sizlarga hozir tepaga chiqib, uylarni, birma-bir xonadonlarni ko'rsatib o'taman. Kirib kelishimiz bilan bu yerda bizning yana bitta, ya'ni ikkinchi mehmonxona quti bo'ladi. Bu mehmonxonamizni 2 ga bo'lgan, ya'ni o'tiradigan zona va mягкий zona qilib qo'ygan ekanlar. Va bu yerdan ikkinchi qavatga ko'tariladigan zinalarni taxlab qo'yganlar va bu yerda birinchi qavatdagi kattalar yotoqxonasi. Xonalar anchagina katta, keng va o'zining ichida alohida sanuzel xonasidan tashkil topgan. To'liq kafil qilingan. Samazerni kotellar ham qo'yilgan ekan. Umumiy hovlimizda 8 ta xona, 3 ta sanuzel, 2 ta oshxonadan iborat. Bemalol 3 ta xo'jalik turishi mumkin. Bu esa 3-xonamiz, ya'ni tepadagi malый zal. Shundaygina malый zalni oldida 4-xonamiz, ya'ni yana bitta kattalar yotoqxonasi. Shundaygina ko'cha tomonga qarab turibdi. Va oldida o'zining alohida sanuzel xonasi ham bor. Sanuzel xonasi to'liq kafil qilingan va barcha qulayliklarga ega. Bu yerda esa 5-xonamiz, ya'ni bolalar yotoqxonasi sifatida foydalanishlaringiz mumkin. Bu tomonda yana bitta oshxonamiz bor. Bu komplektimizga kirishimiz bilan 3-sanuzel bizning quti bo'ladi. Bu esa hisob bo'yicha 6-xonamiz. Yana bitta malый zal. Va shundagina malый zalning oldida kattalar yotoqxonasi. Bu yerda esa yana bitta bolalar yotoqxonasi tayyorlab qo'yganlar. Shu hovlimiz kimga qiziq bo'lsa agar, pastda xonadon egalari nomerlarini qoldirib o'tamiz.